Bu ayol nima yig'layapti deb o'ylaysizlar? Bu ayol o'zini tug'ilib o'sgan uyiga yalinib kelyapti. O'zini ukasini eshigini taqillatib kelyapti. O'zim tug'ilib o'sgan uyda bir xonasini bergin deb yalinyapti bechara opa. Eshigini taqillatyapti. Bir parcha yer hammadan qolib ketadi-ku deyapti. Biz ham ko'chada karilab yurishimiz mumkin, ayta olamiz. Bir parcha yer hammadan qolib ketadi deya olamiz, lekin Xudo ko'rsatmasin, o'zimizni boshimizga tushib qolsa, shu ishni amalda qila olamizmikin? Opamiz, singlimiz Xudo ko'rsatmasin qaytib kelsa, uyimizga kirgiza olamizmi? Singlim yo opamki, mana bu joy saniki, seni ham uying, seni ham haqqing bor shu uyda deya olamizmikin? Mardmizmi shunaqa? Bechara ayol yalinyapti. Ey ukam, 64 ga chiqdim, qancha umrim qoldi, shu uyda yashab turing, bir xonangni bergin deyapti. Bir xonangni bergin, yashab turing deyapti. Lekin bemehr uka yo'q, iloji yo'q deyapti. Qaranglar. Shunchalik yomon bo'lib ketdikmi? O'zimizga, singlimizga, opamizga bir mehr ko'rsatolmaydigan zamonga keldikmi? Siz uyda yotibsiz maza qilib, issiq ovqatlarni yeb, issiq joyda yotibsiz. Bechora opa nima yeb ichyapti? Qayerda yotib yuribdi? Buni o'yladingizmi? Bundan oldingi videoda men ta'sirlandim-da, o'zini opasini setkasini tepyapti, onangni palon qilay deyapti. Baraka topkur, o'zingni onangni tug'gan onangni so'kyapsan sen, begonani emas. O'zingiz opangni so'kyapsan. Men shunaqa insonlarni bilaman. O'zini opasi qaytib kelsa, qaytib kelgan, o'zi turgan uydan zo'r uy qurib bergan kerak bo'lsa. Bola chaqasini uylantirib qo'ydi opasini bolasini. Qizini uzatdi, o'g'lini uylantirib qo'ydi ikkita o'g'lab kerak bo'lsa. Men hammani ham yomon deya olmayman, lekin shunaqa insonlarni ko'rib to'sni aytaman, rahmim keladi-da. Rahmim keladi. Ertaga qiyomat bor. Qanaqa javob beradi? Qanaqa javob berasiz? Hech qaysi ayol yoki qiz bola yerga tegaman, men 2 haftadan keyin qaytib kelaman yo 6 oydan keyin qaytib kelaman demasa kerak menimcha. Bular ish bo'ldi. Mayli qaytib kel. Mardlik qilib ota qo'lidan joyi berish kerak. Berish kerak. O'sha ayol yomon yo'lga kirmasligi uchun, yaxshi yashash uchun, hayotda o'zini o'rnini topish uchun qaytanga podдержка berish kerak, aka yoki uka. Buni ko'chaga chiqazib qo'yish kerak emas, xalqqa sharmanda bo'lib. Ota-ona ham go'rda tikka turadi-yu bunaqada. Men oldingi videoda ham aytgandim, Alloh hammamizga insof bersin. Shu qatori o'zimga ham insof bersin. Men o'ylaymanki, Xudo xolisa, opaning ham mushkullari oson bo'ladi.